Meni eshitmadingmi? Men jang san'atini o'rgansam, qo'riqchikamni o'ldirishim mumkinmi? Shuni so'radim. To'satdanmi, jin ursan? Bu degani bizni tashlab ketishimizni anglatadimi? Men uning aql egaligini bilardim. Lekin bu yiban bu darajadan oshib ketdi. Lekin yosh xo'jayin jang san'ati asoslarini ichki mashg'ulotlar deb hisoblash mumkin. Ichki mashg'ulot nima degani? Ha, bu xuddi nafas olish kabi ichki mashg'ulotlar. Boshqacha qilib aytganda, tabiatning energiyasini ichki tozalash uchun tuyg'uni hina foydalanish va shundan so'ng ichki qiyni to'plash. Ichki qiyni to'plaganingizdan keyin siz kuchliroq bo'lasiz. Biroq ichki qiy bir kunda to'planishi mumkin bo'lgan narsa emas. Agar siz jang san'atini o'rgansangiz ham, hozirda qo'riqchi kam kabi birinchi darajali jangchini mag'lub etish qiyin bo'ladi. Chunki u sizdan 30 yillik ortiqroq ichki qiyga ega. Albatta, uning texnikasi ham zo'r. Shuning uchun qisqa vaqt ichida buni qilish qiyin bo'ladi. Ha? Yo'q, ehtimol sen butun umring davomida buni qila olmaysan. Ichki mashg'ulotlarni o'tkazish uchun ma'lum vaqt bor. Ichki qiyni o'rganish uchun sen 5 yoshdan buni boshlashing kerak bo'ladi. Agar buni qilmasang, nopok energiya to'planib, qanday qilsang ham sen uchun ichki qiyni to'plash qiyin bo'ladi. Bu degani sen hech qachon ichki qiyni to'play olmaysan. Tushundingmi? Qo'lingdan kelganicha harakat qil. Agar shunday qilsang ham, baribirga ham o'smaysan. Ko'zlaring ochko'z ko'rinadi. Bu meni ularni yo'q qilishimni, xohlashimni kuchaytirmoqda. Qo'riqchiga o'xchan. Mening odamimga aylan. Ha? Demak, qo'riqchikamni o'ldirish imkonsiz bo'ladimi? Qo'riqchikam menga ishonmaydi. Shuning uchun uni o'zim tomonimga olib kelishim qiyin bo'ladi. Yaxshisi, tezroq ketganimiz ma'qul. Nega? Eng yosh xo'jayin toza-qon yosh xo'jayinlarni yoqtirmaydi. Biror narsa yuz berganmi? 2 yil oldin toza-qon yosh xo'jayinlar eng yosh xo'jayinning onasini qo'pol qanjiq degan edi. Va o'shanda u butunlay kaltaklangan. Ha, eng kichigi ancha xushmuomala. Kechirasiz? U oyoq qo'lini buzilmagan holda saqladi, to'g'rimi? Qanday bo'lmasin, tezroq ketaylik. Biz chindan ham muammoga duch kelishimiz mumkin. Ha. Men bularni giyohvandlikning alomatlari deb o'ylagandim. Lekin inkor etib bo'lmaydigan qotillik energiyasi bor. Oddiy odam allaqachon iste'mol qilgan qotillik energiyasi bunga chidash uchun. Ha, u chindan ham jang san'atkori. Ammo oradan juda uzoq vaqt o'tdi. Omon qolish ehtimoli taxminan 50%. Mayli, menga topshirilgan narsani qilishim kerak. Shuning uchun u yashaydimi yoki yo'qmi? Menga farqi yo'q. Indraning tayog'i, 8 samoviy shohga ehtirom. Yovuz ruhlarga taqlid qiling. Bu degan ishlar. Noqulay kunlarda nafas olmang. Barcha arvohlar men ularga daharmon o'rgatishga va azob-uqubatlardan qutulish yordam berishga qasamyod qilaman. Ruhiy kasallik. O'rgatilgan oltin tananing dharma hayratlanarli ko'rinishini himoya qiluvchi kuchli buyuk general Buddaning oltin va sotinasini va Trapani dharma suv qobig'i, mis va temir kishanlari va zanjirlarining himoyachisi, og'iz ostidagi 4 iblis podshohlari, turli oliy lordlar, samoviy Buddaning ta'limotlari temir qal'adir.
O'zim ham tushunmadim qanaqadir duolar. Jinorsan, uning qotillik energiyasi juda kuchli. Ma'rifat Budda paydo bo'ldi. Dharmaning himoyasi, haqiqiy buddist marosimi, dharmapalarning tezkorligi. Kimdir kirdimi? Bu xonimmi? Yo'q. Shunday vaziyatda xonim keladimi? Bularning hammasi nima o'zi? Manor Mastera. Kimsizlar? Bu Manor Masterami? Salom. Ota. Men sizga salomlarimni yo'llayman. Bu yerdan ketinglar. Uning o'g'li bo'lasizmi yoki boshqa narsa? Darhol bu yerdan keting. Sey xonimning aytganlari haqida sizga xabar berilmaganmi? Sen kimsanki bizni haydab chiqaradigan? Sirli kasallikni nazorat qilish bo'yicha harakatlarim qotillik energiyasi tufayli teskari bo'ldi. Qotillik energiyasi Masterning hayotini yomonlashtiradi. Qotillik energiyasi. Siz alkimiyaga kirmisiz? Yo'qolinglar. Iltimos ketinglar. Agar ishlar noto'g'ri ketsa, sirli kasallik. Manor Masterini egallab oldi. Ikkingiz menga yordam bering. Iplarni uzilib ketmasligi uchun uni ushlab turing. Uni ushlab turishimiz kerakmi? Bo'la qoling, shoshiling. Bu joziba ichidagi yovuz ruhni yengadi. Ichingizdagi kasallikni davolang. Barcha yomonliklarni yutib yuboring. U endi kuchliroq. O'tab turinglar. Agar yovuz ruh sizlarga ham o'tsa, sizlar ham xavfsizda qolasiz. Nima? Men ham sirli kasallikka chalinamanmi? Nega buni menga oldinroq aytmadingiz? Kelyapti. Siz hozirgina nima? Yana kesasizmi? Yo'q, to'xtang. Bu haqdan ozgan ablah Manor Masterining qo'lini kesib tashladi. Qon ketishini to'xtatishim kerak. Qanday tartibsizlik. Men ishimning uddasidan chiqa olmadim. Manor Masteri esa qo'lini yo'qotdi. Men aybni bo'ynimga olishdan oldin bu yerdan ketishim kerak. Men faqat kam darajada yordam beraman. Keyin ketaman. Buni nima deb tushunay? Yosh xo'jayin. Manor Masterining ahvoli yaxshi emasligining sababi shumi? Tushunmayapsizmi? Bu uning tanasini egallab olgan narsa edi. Bundan tashqari u hali tugamagan. Manor Master oxir-oqibat o'lishi mumkin. Bunga vaqt yo'q. Yoki sizlar ham Manor Masterining o'limini xohlaysizmi? Siz ham. Bizdan boshqa kimdir bor. Jinorsan. Kim Manor Masterini o'ldirishni xohlaydi? Seni yillagan odam kim? Tushunmovchilik bor. Mening qilichim ini tomog'ingga yanada yaqinroq. Menimcha agar yashashni xohlasang, halollik sening yagona imkoniyatingdir. Birinchi xonim Manor Masterining hayotini ayamasligimni aytgan edi. U menga aytdi. U menga yovuzlikdan foydalanib maxfiy qo'llanma va muhrni topishimni aytdi. Maxfiy qo'llanma. Manor Masterining muhri. Jinorsan, u buni hosil qilmoqchimi?
Agar biz bu yerga kelmaganimizda birinchi o'g'il Manormasirining o'rnini egallagan bo'lar edi. Yosh xo'jayin, biz Manormasirini qutqarishimiz kerak. Birinchi o'g'ilni Manormasiri bo'lishiga to'sqinlik qilishim kerak. Aks holda birinchi xonim sizni o'ldirishga harakat qiladi. Uning rejalarini buzgan mantiqan. Yosh xo'jayin, Manormasirni qutqara olaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men buni qilaman shuning uchun. Yo'q, buni bajar. Kechirasiz. Maxfiy qo'llanma va muhrning joylashgan joyini top. Buni bajar. Agar biz yana bir bor biror narsa qilishga harakat qilsak, Manormasir juda havasida qoladi. Shoshar, buni qil. U aqldan ozgan. U nima rejalashtirmoqda? Mayli. Bu nima? Agar Manormasir yovuz ruh bilan aloqa qiladigan bo'lsa, u chindan ham bo'lishi mumkin. Shunday qilib biz buni Manormasirga bog'laymiz va yovuz ruhni aldab, bu qo'g'irchoqni Manormasirda bo'lishi uchun men endi boshlayman. Yer va osmonning katta halokati, o'zgarishlari. Ruh harakat qilsin. Shunday qilib, bitta ruh va 6 ta konsentratsiyali samarxiy kelsin. 5 ta hikmat manputlar ham, jinlar ham zarar yetkazolmaydigan boshpanadir. Ushbu marosimning ta'siri shoshilinch ravishda namoyon bo'lsin. Beshta hikmat mabutlar ham, jinlar ham zarar yetkazolmaydigan boshpanadir. Ushbu marosimning ta'siri tezda namoyon bo'lsin. Qotillik energiyasi juda kuchli. Agar yana biror narsaga majbur qilsam, yovuz ruh ozod bo'ladi. Ammo u meni tinglashni xohlamaydi. Nima qilishim kerak? Yosh xo'jayin, men endi yovuz ruhni cheklayman. Ammo sizning tasavvuringizning bu yerda bo'lishi to'g'rimi? Menimcha buni tinglash men uchun g'alati bo'lardi. Unda men chiqib turaman. Men boshlayman. Har doimgi duolar. Bu marosimning ta'siri tezda namoyon bo'lsin. Kim meni chaqirdi? Bajarildi. Ushbu marosimning ta'siri tezda namoyon bo'lsin. Savollarimga javob ber. Qanday savolni nazarda tutyapsan? Manormasirining muhri va maxfiy qo'llanmasi qayerdaligini ayt. Tibbiy zalining yer osti xonasida tosh eshik. Tibbiy zalining yer osti xonasidagi tosh eshikmi? Yosh xo'jayin, siz ipni kesishingiz kerak. Ipni? Yovuz ruh Manormasirining tanasini egallashga harakat qilmoqda. Qani shoshiling. U boshidanoq kuchli o'ldirish niyatida bo'lgan. Yovuz ruh edi. Uning nazardan chiqib ketishi vaqt masalasi edi. Yovuz ruh o'tganidan baxtiyor edi. Men topshiriqni bajardim va to'siqdan qutuldim. Men bu arzimas narsalarni senga bog'layman. Men bu malakali ishlarni senga yuklayman. Sen meni bu qo'g'irchoq bilan aldashga jur'at etdingmi? Men seni kechirmayman. Bu aybdormi? Men aldagan odammi? U juda yosh. Yaxshi. O'sha cholning o'rniga tanangni olaman. O'z ongingda tuzoqqa tush. Va abadiy uyquda bo'l.
Bu joy. Men har doim sovab ketadigan joy emasmi?